Ha, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, obunachilar, podpisчиклар va boshqalar. Aa, Biz bugungi kungi 011 jamoasining lobbilarini boshladik. Bugun Navliddinada men va 011 jamoasining yana bitta asosiy a'zosi Doston bilan birga bugungi o'yinni olib boramiz. Hali xudo xolasa lobbini endi ochdik. ID va kodlar tashlab berildi. Bolalar sekin-sekin kirishda davom etyapti. Xudo xolasa buyog'i zo'r bo'ladi. Doston gapiring oshna. Hammaga assalomu alaykum. Tanigan tanimaganlarga. Endi hammaga nima deymiz? Omad tilaymiz. Hamma yutish uchun kiradi. Hammaga omad tilaymiz. Siz do'stim anoni ko'raverasiz. Siz boshqa joylarda, men boshqa joylarda iloji boricha haligi papadinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha men bir o'zim ulgurmay kechagi o'yinlarda bolalar haligi o'zini o'yinini ko'ra olmasdan haligi siqilib o'ylanib yotibdi. Endi shunday vaziyatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, shunday menga aytib o'rsangiz, men iloji boricha o'sha joylarni ko'rsatib, xullas tezroq harakat qilamiz bu safardan boshlab. Bo'ldi. Chiroyli video chiqaramiz. Endi bolalar chiroyli o'yin ko'rsatishsa, xudo xolasa. Bolalar yaxshi. Hozir o'tgan safardan beri mana X7lar jamoasi bizda faol bo'lyapti. Undan tashqari orada D'lar jamoasi ko'rinib qoldi. Qolgani hammasi terma talantli bolalar ko'pchiligi. Endi o'zimizda 011 bolalari ham bir 15 ta 20 ta bor, klanni bolalari. Lekin ko'pchiligi boshqa joydan kelayotgan bolalar ham bor. Bizda klanni bolalari mana tashqarida kirolmay kutib o'tiribdi. Men sekin qo'shib tashlasam bularni. Xudo xolasa o'yinimizni boshlaymiz shu bilan. YouTube kanalimiz 100 ta bo'lishi munosabati bilan nima qo'yamiz, do'stim? Nima deysiz? YouTube kanalimiz 100 ta obunachi bo'lishi bilan bir nima qilamiz? Turnir, sal kattaroq turnir qo'yamiz-mi? Sal kattaroq turnir, 100 sal kattaroq qilamiz. 60 UC dan emas, где-то 325 UC dan top 3 talikka, to'g'rimi? Shunday. Yoki top bittalikka-da 3 ta o'yin har biriga 325 UC dan. Shunaqa ma'qul bo'ladi. Ham yutgandan oldin sal nima deydi? Imkoniyat ko'proq bo'ladi, imkoniyat. Bitta o'yinda o'zi hamma imkoniyatdan yo'qolib qolmaydi-da, bu o'yinda o'xshamay qolsa, keyingi o'yinda imkoniyati oshadi. O'shaning uchun bolalar maksimalniy PUBG o'ynaydigan sheriklarni chaqirish kerak lobbilarga. Mana bizda mana lobbi boshlaganimizga bir haftadan oshdi. Bir hafta davomida bizda o'ynab yurgan bolalar ko'rib yuribdi, lobbi qanday bo'lyapti, haqqoniymi, haqqoniy emasmi, UC'lar tashlab berilyaptimi, hamma narsani ko'rib boryapsizlar. O'shaning uchun haligi fake kanallardan, haligi gadoy kanallardan chiqib ketib, hali sponsor qidirib yuradigan gadoy kanallardan chiqib ketib, mana shunaqa asosiy kelajagi bor kanallarga qarab o'tish kerak deb o'ylayman-da endi men ham. Bizda lobbi qilishimizdan maqsad Doston. Oshna. Lobbi qilishdan maqsad faqat haligi youtuberlarni o'yinini ko'ravermasdan, faqat ularni haligi turnirlarga chiqib turib, fitfilonsin pullarni yutib olayotganini ko'ravermasdan, biz ham shunaqa talantli o'yinchilarni yuzaga chiqarish maqsadimiz. Bu biz bilan kuchlilar o'ynagandan keyin bir-biri bilan o'ynab o'yin kuchayadi va taniladi. Masalan, bizda to'pani olaversa, ertaga biz ham uni qayerlargadir reklama qilamiz, qayerlargadir taklif qilamiz, qaysidir klanlarga. O'sha turnirlarga chiqishi yo boshqa shu kelajakda o'zimiz ham katta turnirlar tashkillashtirganimizda yetarli nima deydi, o'zini urganiga dastoyn joylarda o'tiradi-da. Maqsadimiz shu. Endi nasib bu yog'i obunachilar ko'payib boraversa, katta turnirlar qilishga davom etamiz. Siz shunaqa
turnirlar bo'lib kelyapti. Avvalambor sizga rahmat, Hikmatjon do'stim. Bu birgalikda oshna. Bizni dostonni oldin ko'rmaganlar bo'lishi mumkin. 011 Sheyx bizni jamoamiz asosiy a'zolaridan. Sheyx ancha xuddi o'zimizga o'xshagan vaqti tig'iz bo'lgan odamlardan bittasi. Iloji boricha nima deydi, ko'rinib turishga harakat qiladi bundan keyin. Lekin hamma jamoamizni hamma a'zosini mehnati o'ziga yarasha o'zini o'rni bo'lyapti bu kanallarni yurgizish, lobbilarni tashkillashtirish va o'sha YouTube kanallarga qo'yilib turgan videolarni orqasida katta mehnat yotibdi. O'shaning uchun o'sha mehnatni qadrlab videolarga bitta layklarni bosib qo'yamiz va nima deydi, boshqa sheriklarni ham shu nimaga chaqiramiz. Shu lobbilarga. Kommentariyaga birodarlar, nimada belgi qoldirib ketsa ham yaxshiroq bo'lardi. Kommentariyaga любой значок, любой belgi, любой gap so'kmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma narsani kommentariyamiz ko'taraveradi. Shunaqa shu. Kanal rivoji uchun, nasib bizning kanalimiz bundan da rivojlanib ketaversa, kattaroq YouTube turnirlar qilishga davom etamiz. Hali do'stim, hali biz katta kanallarga reklama berganimiz yo'q. Hozirlikcha o'zimizni kuchimiz bilan o'zimiz poddeshka qilib, bolalarni poddeshkasida, mana o'zimiz tanishlarning poddeshkasida sekin shu darajaga yetib kelyapmiz. Xudo xolasa, nima deydi, kanallarga reklamalarni berib, obunachilarni ko'paytirib, haligi 100 ming, 200 ming bo'lgan taqdirda ham, lekin mana shu boshida bizni poddeshka qilib, boshida biz bilan yurgan bolalar hech qachon unutilmaydi. Shuning uchun hammasiga yana bir marta rahmat. Men har safar har bitta streamda rahmat deb o'taman. O'shaning uchun sizlar xavotir olmanglar, boshida biz bilan turganlar, unda konsa biz sizlar bilan. 28 ta odam. 28 ta odam. Odam cho'g' ekan. Odam cho'g' ekan. 5 minutdan keyin start bolalar. 5 minutdan keyin start. Men shu gapni bir yozib qo'yay. Besh minutdan keyin start. Shoshilamiz. Kecha zo'r bo'ldi. Kechadan oldingi kun ham shunday lobbi ochyapmiz. 48 ta, 49 ta, 50 ta bola kirib boryapti, do'stlar. Rivojlanish bor. Rivojlanish bor, Xudoga shukr. Endi shu biroq ishlar tufayli PUBG'ga vaqt ajratolmay turibmiz ham yana. Nasib ishlar hamma yoqni joylashtirib olsak, xudo xolasa bu yoq aktivroq bo'lishga harakat qilamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aktivroq bo'lishga harakat qilamiz. One Arabin. Shunday qizlarni ham qo'shib beraymi ekan sizlarga? Yigirma to'qqizta odam, 23 12. 3 minut qoldi bolalar, 3 minut. 3 minut qoldi. Bizda 29 ta odam. Kutamiz. Shu tanish bolalar agar kira olmay qolishgan bo'lsa, xabarlashib bir 3 minutga kirishsa yaxshiroq bo'lardi. Boshida lobbi qilganimizda, birinchi kun lobbi qilganimiz, bitta bola shunday bizdan 100 olyapti-da, turgan joydan 10 100 ga shunday ochyapti, farovon tushib qolyapti. Ko'rdingizmi o'shani? Ha, uni ko'rdim, Telegramga bir qaradim. Mana ishlagan. Xursand bo'ldik. Omadda bu ham bir. Ha, bu zo'r narsa, 10 100 ga. Kecha menga ana tushib qoldi. Sal qoldi. Lobbi atmay qo'ymoqchiman. Nima tushib qoldi? 10 100 ga. Faron sumka tushib qoldi, do'stim. Malades.
Paran sumka, osmondan tushganday bo'ldi. Shuni urdim, kecha kechqurun. Soat bir yarimlarmidi, ikkilarmidi? Shunday ursak, paran sumka tushib o'tiribdi-yu. Hozir har kimning shu o'yinisiga o'chib turibman, hozircha hech narsa tushayotgani yo'q. Ha, bolalarni qabul qilamiz. 6 xil harakat bilan sodolashgan. Kim bor yana bizda bular? Tak bolalar, hali ham 1 minut yo 2 minut vaqtimiz bor. 1 minut vaqtimiz bor ekan. Kimni tanish hali kirmagan bo'lsa, chaqiramiz iloji boricha. Chaqirib o'yinga qo'shishga harakat qilamiz. 26 ta odam. O'zbekiston. Go boshlaylar deyapti. 1 minut bor hali. 1 minut bor. Bizda aytilgan gap otilgan o'q. Biz 00:15 da bosamiz. O'ttiz bir. Tak. Start. Va bizda 32 ta. Start. Kirmay qolgan bolalar bormikan? Kirmay qolgan bolalar endi xafa bo'lishmasin. 3 2 1. Yana bir marta assalomu alaykum. Biz YouTube kanalida ko'rayotganlar, agar kimda-kim bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar va Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Ushbu YouTube opsiyaniyasida bo'ladi. Ushbu video opsiyanasida. Telegram kanalimizda kunlik 100 lik lobbilar va har xil turnirlar amalga oshiriladi. Bolalar, bizda UC servis ham ishlayapti. UC servisdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Mana degan UC servisdan ham UClarimiz arzon. Avval aytganimdek, biz UC servisdan foyda uchun emas, shunchaki obunachilarimizni UC bilan ta'minlash uchun ochib qo'yganmiz, xolos. Doston, nima deb o'ylaysiz? Biz UC servis arzonmi? O'zi bizdan boshqa bunday hisoblaganda eng arzon UC servis kim? Endi arzon UC servis bilmadim, o'zi hamma nima deydi? Bu yerda rubl bilan hisoblashyapti, rubl bilan bunday so'mda hisoblasa qimmatroq bo'lib kelyapti-da. Qimmat bo'lib ketyapti. Biz rublda emas, so'mda. Bizda yozilgan summa bilan o'sha UC tushadi. Nima? Bizda bitta sena faqat. Xolasa o'zbek bolalar, to есть Rossiyada yurgan bolalar bizga tashlasa, rublda tashlamoqchi bo'lsa ham o'sha so'mga to'g'rilab tashlasa tashlab beraveramiz. Bizga farqi yo'q. Nima o'sha summani masalan yozilgan summani tashlab bersa, shunaqa solib bera oladi. Menimcha rubl bo'lishga unaqa rubl bo'lish kerak degan gap so'z bo'lmaydi. Chunki o'zim bir ikki marta tushganman-da. To'ppa-to'g'ri. Masalan 8100 UC ni 1.050.000 deb qo'yadi-da, lekin o'zi asli UC servisida ko'rsangiz 1.160, 1.170 bo'lib turibdi. Lekin bular 1.050.000 deb turadi-da, keyin hali 1.050.000 tashlagandan keyin endi deydi 120.000 deydi, bir narsaga tashlab berishingiz kerak. Shuna deydimi Doston, nima deydi? Bir marta shunaqa bo'lgan, shunaqa holatga tushganman. Bir narsaga tashlab berasiz deydi, xullas tushunib bo'lmaydi-da. Allaqadan chiqarib yubordi. Nimadan chiqarib oldi? Sizdimi? Navigatsiyadan chiqib ketdingizmi? Chiqarib yubordi. Nimaga chiqarib yubordi? Siz anonda ko'ryapsizmi hozir, pryamoyda?
Endi promoyda aytishi, promoydan ko'ra. Ha, pryamoydan kiring. Pryamoydan kirib gaplashib o'tiramiz. Karta ko'rinyaptimi? Mana kartada joylashuvlar hamma yaxshi joylarga tushib olgan. Butun livikni egallab olganmiz. Tak. Jamoalarni tanishtirish shart emas, chunki har doim o'zimiz o'ynab turgan bolalar, har kunlik shu eski hammom, eski tos, 011 jamoasi. Tak, men X7lar jamoasi o'zimizni bolalar, tak. Shadow. Kecha o'ynaganda o'ynadi bu bolalar ham Folkwind. 011 uzubi, polkovnik Joker. Tak, bizga UC servisga yozishyapti. Doston do'stim, gapirib turavering, men UC servisga nima bo'lib qoldi? Ular yomon ketishmayapti seksiya. Namli dunyodan chiqarib yuborgani yomon bo'ldi. Mana kartani ko'rsatib turaylik bolalarga. Tak, bolalar biz iloji boricha nima joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizda hozir Topali bilan nimalarda to'qnashuvni ko'ryapman men. Topalilar nechi edi, nechi? Eksikdan qolib yo'q ketishdi. Topali bilan Joker. Mana. Yo'q, bular emas ekan. Tak. X7lar jamoasi yopilib ketibdi. Bolalar bizga har doimgidek o'yinning oxiri muhim. O'yinning oxirida biz Topadinni aniqlab, yuzi tashlaydigan odamimizni aniqlab olamiz. Tak, 325 mana rasmga. Zaga bilan Timonni qo'yinchi, shularning yaxshi o'tishyapti hozir. Zaga Timon o'zimizni klanni bolalari. Dostonda o'ylab qarasak hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi-da, mana. To'g'rimi? Hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. U sekin bo'lar ekan hamma narsada. Bu birdaniga davay men mana shunday bo'lishim kerak, davay menga mana shu narsa kerak deb turib, haligi birdaniga misol 100 mingta podpischik birdaniga o'sha katta communityga erishib bo'lmaydi-da, sekin. Hammasiga sabr qilish kerak. Shunda sabr, mehnat. Birdan bo'lmaydi. Sabr, mehnat. Kerak, aslida to'xtab qolmaslik kerak. Bo'ldi, bo'lmayapti deb ishonchni yo'q qilmaslik kerak. Avvalo ishonish kerak shu narsani, masalan, eplay olishga. Sabr qilish kerak. To'ppa-to'g'ri.
Mana u yangi nimami? Nima edi? Nomi nima edi Ultimate'ni? X-Suite. Ha, X-Suite. Olmayman, bilmem. Rosti. O'zimni ham uning nomi eslolmayapman ketan. Nomi tilim uchida turibdi. Esimda yo'q lekin. Nima edi? Anuhra. Do. Kalla bor hali ham. 30 dan oshgan bo'lsa ham kalla hali ham butun oshna. 30 dan oshgan bo'lsa ham. 30 da o'tin bo'ladi deganlar asbob deb. Monster kimlardir yopib yubordi, adashmasam, ha. Tak, men hali ham mana shu nimaga unchalik moslashmayapman-da. Yo'q, monster, ikkita monster bor. Eren Tuno yopildi bizda. Shu yerga Grazi. Bizda to'qnashuv borlar. Shu yerga ham poxoy naxoy deb shunday chiqib boryapti. Lekin shu yerda bu bola. Qayerda shu bola? Tepaga chiqib olgan buni qara. Bandit noklashdi. Bandit nok. Endi ko'rdim mana Grazi, endi razolatga qarshi ma'rifat bilan kurashadi. Bandit nok bo'ldi. Tak. Yopildi. O'nta jamoa, ulardan 18 ta ish qoldi. O'nta komanda, 17 ta odam. Birozdan keyin kuchliroq to'qnashuv bo'ladi. Tak. Shu yerdan bola endi ko'ramiz. 5 ta kill bilan. Молодец, Ali. Ali 5 ta kill bilan yaxshi o'rinda ketyapti. Hali 5 ta killlik pamoyim yo'q bizda, ha? Birinchi o'rinda Ali ketyapti. Ama hamma shu yerga yig'ilib qoldi lekin. Hamma shu yerga yig'ilib qoldi. Tak, shu joyga tepadan ko'radigan sastana bo'lib turibdi, ha? Zafar chapdan aylandi. Bizda monster, bu yoqdan Eren Tuno. Bu yoqda boshqa hech kim yo'q. Shu yerda o'zida 4 ta komanda bir joyda papadena bo'lyapti. Bular ham Zafar aka yopildi. Joker bilan Tuno Alini bosib yorishmoqchi bo'lyapti. Joker
Qo'ydi. Dravach 2. Ha, Dravach. Yaxshi. Ketadi. Yaxshi. Yo'q. Hali yopildi. Monster bularni uzoqdan tomosha qilyapti, hozir borib yoraman deb. Yo, monster buyoqda ekan. Tak. Yaxshi solishdi lekin, ha? Ali normalniy kill bilan chiqib ketdi. 7 ta kill bilan chiqib ketdi Ali. Valloh, dese. Solo o'ynadim. Tak, bizda yana to'qnashuv borlar. Yaxshi. Sekin yopib yuborildi bollar. Zona kichrayapti. Ko'ramiz. Vallahi hammani shunaqa ko'rsatib bera olmayotganimiz uchun uzr, chunki bizda imkoniyat sal kamroq. Agar 4 ta 5 ta kompyuterda nablideniyada o'tirganimizda biz hammasini bir qilib turib, video qilib turib chiqarib bergan bo'lardik. Timon osmonga qarab o'tiribdimi? Qoyil lekin. Bizda Kichraygan sari ularni anaqasi yashash foizi ham kamayib boradi. Bir-birini to'qnashib bo'ladi. bosmisha ham shu yerda. Bular nimaga bir-birini men chalkashib ketdim. Tak. Bular bu yoqda. Karta bo'yicha ko'radigan bo'lsak, karta oxirgi zona qisqarishni boshladi. Bular katta ehtimol bilan hammasi zonada qolib ketadi hozir bular. Ular. Bizga oxiri muhim. Bizga oxiri muhim. Jamoalar Shu Sardorda oqizib yubordi kimdir. Boss Misha. Nima qildi? Tak. Milano PUBG yapardı onu. To'rtta kill bilan yaxshi ketyapti. Bizda eng qiziq joyi Tuno.
RTX Pablo yopilib ketdi. Joker 4 ta kill bilan hozirlikcha yaxshi sostenada ketyapti. Beshta javob. 2 ta odam o'g'li. O'yin почти tugadi hisob. Bitta o'zi kirgan ekan mana bu bola. Joker Milanoni yopib yubordi. Hozir eng yaxshi joyi kelyapti. Shu joyda men zapisimiz yozyaptimi yo'q bir ko'rib olsammikan, agar shu joyini yozyapti. Narigi programmada ishladim-da men. Bandicam bor-ku. Bandicam har 10 minutda zaga yopildi. Bandicam har 10 minutda to'xtab qolar ekan. Men 3 ta 4 ta o'yinni rasvo qildim shunday qilib turib. Ana shu oxirlarini ko'rsata olmay qoldim, asosiy joylari ko'rilmay qoldik. Boss Misha yopildi. Tak bizda 3 ta komanda va 4 ta. По-моему shu Tuno bilan Joker topadinni oladiganga o'xshab turibdi. Shunaqa bo'lib turibdi. Nima? Chunki bu bola yopildi. Yo'q, hali imkoniyat bor. Yopildi. Bu ham yopildi. Bu ham yopildi. Bolalar agar kimdir hali ham like bosmagan bo'lsa, like-ni bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar obunani tirsillatib qo'yish esdan chiqmasin. Hozir biz ikkinchi lobbini boshlaymiz.